Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Urumchi qirg'inchiligining 12 yilligini xotirlash munosabati bilan Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lgan qarindoshlarimizni yod etish, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini la'natlash, xalqarodagi davlatlarning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilgan zamin deb e'tirof qilish, xalqaro jamiyatning Xitoyning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazolanishini qo'llash, Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantaribiya musobaqasini boykot qilishni talab qilish maqsadida dunyoning har qaysi joylarida axborot e'lon qilish, muxbirlarni kutib olish namoyishi olib bordi. Kanada Edmontondagi parlament binosining oldida olib berilgan namoyishda Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon Apandi intayin ahamiyatli tarixiy bir bayonot e'lon qildi. Assalomu alaykum xonimlar, apandilar. Assalomu alaykum. Barliq Sharq Turkiston do'stlari, Uyg'ur do'stlari. Bugün benim sözleydiğim sözümün mavzusi Pani'nin dozuqi Xitoy hukmronligi. Bugün qandaq bir kun. 5 iyul Urumchi qatlamining xotir kuni. Shakespeare mundaq degan edi. Jahannam hozir quruqlanib qoldi. Bütün şeytanlar bu yerda. Bugün Uyg'ur masalasiga kelganda dal mushundaq bo'ldi. Bütün şeytanlar birleşip Sharq Turkiston'ni bir cehennemge aylandırmakta. Qandaq cehennem bu? Bunun cevabı bugünkü Sharq Turkiston'ning realligidir. Bugün bu dozaqdagilar uchun hech qandaq bir alohida kun emas. Çünkü ularning chekiligini her kuni zulm, her kuni xo'rliq, her kuni insoniy g'ururlarning chaylanishi. Bugün fakat taşkı dünyaya bilingen 21. asırdaki Holokost'un başlanış günü. Bu günde 2009 yılının muş günü de Urumchi'de nimboğan Şaugen katliamıga narazılık bildirip öldürülgen ve yaralangan tuqqanlarının hak talepleri bilen tinchlik namoyish qilgan o'quvchilarimiz Xitoylar tarafidan qatlam qilingan. O'quvchilarning harakati keyin har sohaning norozilik harakatiga kengaygan. Erlari tutilgandan keyin ayollar ko'chaga chiqib, erlarining o'g'illarining derikini qilishgan. Xitoy tajovuzchi hukumati tarafidan tashkillangan atalmış Xitoy namoyishchi ommasi kaltak shumaqlar bilan ko'chalarga tashib chiqib, Uyg'ur ovlagan. Ammo ular qonunsizlik qilmish hisobida cheklanmagan. Xitoy saqchilari ularning Uyg'ur ovlishiga tomoshabin bo'lib qalavergan. Chunki Panining dozuqi bo'lgan Xitoy hukmronligida Xitoylar nimani qilsa qonunli, haqliq. Uyg'urlar aman jinoyatchi bo'lgan bo'lg'achqa bu ishtimi xuddi shunday bo'lgan. Xitoylar hatto kichik bolalarni mayab qo'ymagan. Öldürülgenler içinde 3 yaşlık balalarning bo'lganligi haqida dalillar mavjud. Doktorxonalarmi hokimiyatning ra'yini ifodalab Uyg'ur yaradalarini qabul qilmagan. Mana bu shunday insoniyatsizlik tufayli doktorxonada rad qilinganlardan biri 3 yoshli Qutlug'jondir. Dada bala tuqqanlar ziyaratiga ketayotgan yerda atamılmış g'azablangan Xitoy ommasi tarafidan qattiq bombalangandan keyin dadasi Qutlug'jonni 1000 o'lib, 1000 tirilib doktorxonaga olib kelgan. Ama insonparvar Xitoy doktorlar ularni qabul qilmagan. Shu kuni yana bir Uyg'ur xonim ismi Patigul xonim, bu xonimning qo'li uchuq, quruq qo'l, qo'rqmay va yolg'iz Xitoy qismlariga qarshi turgan kun edi. Onun cesareti bir taraftan Xitoy irqiy qirg'inchilik harakatida tasavvur qiyg'isiz, rahimsiz ekanligini oshkorlagan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning qarshiligini tinch usulda namoyon qildi. Bu kunda va keyingi kunlarda Uyg'urlarning oxirgi darsi nacharlashtirilgan obrazi,
Xitayning har xil davlat tashviqot kanallari tarafidan tez va keng tarqaldi. Uyg'urlar bir tarafli holda terrorchi deb ko'rsatildi. Bu xatarlik aldamchilik tashviqoti odatdagi Xitoylarning keng qo'llashiga erishgan bo'lib, ularning ba'zilari tarafidan Xitoycha tor paranglışış uyda Uygurlarning çokum öldürülüşü ve reyimsizlerce öldürülüşü talep kılıngan CKP'nin bu tayyar düşmanını halk ve partiye devletinin düşmanını yo'qotishi ve karar kılışı fakatla vakit meselesi bu qagaydı. 2017 yılı Uygur kırgınçılığı başlandı. Uygurlarını anlamakta dozakka okşaş Xitay lagerlarına solap koyup Uygurlarını yo'qotish maqsadini yetishga başladı. Biz bu günni katliamlarning boshlanish kuni sifatida hatırlayapmiz. Bu hergizmi katliam ve zulümlerinin en chekka yetgan kuni emas. Chunki uningdan keyingi Xitoy zulmi kundalik normal hayotning bir qismiga aylanib ketgachga 5 iyulning alayidligini ko'mib tashladi. Hatta onu adetli bir günge aylandırıp koydu. Çünkü şundan keyin her günü degidek roy beradigan ölümler, xorluklar, vahşiyani qilmishlar natsistlarni qo'rqitib etkidek chekka yetdi. Belkim Adolf Eichmann bugungi holimizni ko'rsa, Xitoylarga qo'l qo'ygan bo'ladi. Xitoy hukmronligi ostidagi Uyg'ur jamiyatini qanday tasavvur qilasizlar? Alexander Solzhenitsin tasvirlagan kulak takım aralları göz aldığınlığa kelişi mümkün. Ama kulak takım aralları Rus cemiyetinin sırtıda ayrım bir dünya bulup o yerge yollanğanlığa ma'lum cinayet atılıp resmiyet yüzsüdün bosımı kanunga uyg'unluq görünüşü bilen toplangan cinayetçilerdi. Ama Uygur cemiyeti bir bütün halde kulak takım arallarına aylandı. Bu yerde cinayetçi, günahkar, günahsızның hiç ayrımsı yok. Uygurlarning jimisili kulak. Kulak takım arallarda günahkarlarning ma'lum dairada shaxsiy erkinligi bor ekan. Hiç bo'lmasa erkin o'ylay oladi, o'zaro har qanday tiyimlarda so'zlasha oladi. Ammo Uyg'ur kulak takım arallarga aylangan Uyg'ur jamiyatida kishilarning bir-biri bilan so'zlashishlariga göz kulak elektronluk cihazlar ezi olup doğaçka hatta xotinlarning arasida hiç qanday mahremiyet başkalardan yo'shirun söz buluşu mümkün emas. Kulak takım arallarda egir emgekten cezası var idi. Ama insanların ruhi yanına erkin idi. Uygur kulak takım arallarda bolsa insanların ruhini tacavuz uçurmakta hiç kim üzü emez. Hiç kimnin haslıqı, mahremiyeti, şahsi mahbiyeti kalmagan. İsmi cismi bilen manqurtlaştırılgan bir cemiyettir. Kulaklarının aileleri öz hali bilen bulattı, balları yanlar Sovet ballarının bir kısmı satılmadı. Dadısı kulak bo'lgan bo'lsa, balları anısı bilen normal yaşaya alaydı. Anısı kulak bo'lgan bo'lsa, dadısı bilen yanalı bir aile süpütü yaşaya alaydı. Ama Uygur kulak takım arallarda hiç kim öz balısına igi bulanmaydı. Ata analar balalardan ayrı bitilgen. Hatta emçektiki ballarımı anasından ayrı bitilip naməlum yerlerge elip gitilgen. Bu yerdekiler Solzhenitsynning kulak takım arallarına hasret bilen sığınıdığan köngüllük bir yer süpütü köygen buladı. Dünyada nurgun jaylarda zulüm buluvatıdı. Ma'lum guruhlar öz menfaatleri üçün, ma'lum şahslar öz menfaatleri üçün bir munçalarning azaplarını rava ko'rish insoniyat tarixining başlangıçıdan beri mevcut bir reallik. Bu nuqtadan nurgun kishilar Uyg'ur jamiyatining qarang'uligini, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulmlarni shularning jumlasidan deb qaraydi. Yoki shulardan o'zi biladigan biror misolga o'xshatidir. Ama bu zulümның bu derecesi bugünküçe hiç kandak başka bir kavimning beshiga kelgan emas. Ba'zilar darhol Falastinga o'xshatishga aldıraydı. Ama Falastin xalqining o'ziga tava bir zimini, butun dunyo tonigan kimlik hujjatlari var. Ular hiç bo'lmaganda zolimlar ustidan beddua qilish imkoniga ega. Ama Uyg'urlar zolimlarni madilashga majbur. Xitoylar tarafından to'qilgan zolimlarning nijot yulduzi ekanligi, baxt keltirguchi ekanligi haqida naqsh aytishga majbur. Falastinliklarning ibodat qilish haqqi bor ekan, Uyg'urlarning bunday haqqi yo'q. Masjidlarimiz zolimlarning so'zlari, rasmlari esilgan. Xutbalardimiz zolimlarning buyurganlarini so'zlashga majbur.
Bu haletini qaysı kavim baştan götürüp bakkan? Yana dünyanın nerede kandak bir zulüm meydanı gelse şu an bunun hakkında haberler, matbuatlarını kaplaydı. Ama Şarkı Türkistan'da meydanı gelip atkan zulümler hakkında dünyanın bugünküsü kançlı haber oldu. 70 yılını aşkan bir vakit içinde bunda zulümler dünyanın gözünden kaçtı. Dikkatini dağıtalmadı. Hatta haberi olmadı. Fakat bugünkü gelgende dünya bu zulümler hakkında kısmenlikte haberdar buluvatkan bolsa mı? Ama bu zulümün hakiki ahvalı mı? Yoki kısmenlik mi? Elbette bu denizden tamçı halas. Xuddi Ürümçi qatliamida o'ldirilganlar sonini dünya bir necha yuz deb anglaganga o'xshash. Amaliyotda Ürümçi qatliamida o'lganlarning soni haqida 30 mingga qadar o'xshamagan bayonlar mavjud. Ma'lum bir Xitoy saqchisining yaqinlarining biriga degani bo'yicha 17.500 dan ortiq. Ama dünya bunu bir neçe yüz deb bilgen bolsa, demek bugünkü kamp tutqunlarının sani hakkında mı aşındak zor, qarıqlıq, yetersiz uçur dünyaya ma'lum bolgan deyişimiz mümkün. Bugün Xitoy kamplarını natsist kamplarına o'xshatish odatga aylandi. Ama natsist kamplarlarda şahsen ibodatxonalarni ko'rdim. Kamerlardaki tutqunlarning o'zaro bir-biriga ziyarati, bir yerga to'plashib parang qilish mumkinchiligi borligini bununga ait filmlardan ko'ramiz. Lekin Xitoy kamplarida Uyg'urlar kechalari yenida yotgan biri bilan Uyg'urcha pichirlashsimi shu hamon gundupaylar yetib kelib dumbalaydiganligidan bu kamplarning natsist kamplariga zadil o'xshamaydiganligini. Agar şu anda Uyg'ur kamp tutqunlari natsist kamplariga yo'tkalsa, cho'qim bir rohatga chiqqandek azadlik his qildiganligini faraz qila olamiz. Bugün dünya ahlidan Xitoylarga besim qilib bir xolis tekshirish guruhining berishiga ruxsat talab qilishyapti. Agar Xitoylar ruxsat qilgan taqdirdami bu tekshirish guruhining haqiqiy ahvolini xuddi reallikda bo'lganidek ko'lam va chekda bilalishiga Xitoy hukmronligida yashab batgan bizlar hech ishonch qila olmaymiz. Chunki Xitoylar chet elliklarning ko'zini bo'yashdimi g'oyat zo'r tajribaga ega. Xitoy aldamchiligi xuddi natsistlar Germaniyasiga o'xshash 1943 yil jazo lagerlarining dozaq muhitini atirgullik baqqa aylantirish orqali Qizil Kirst jamiyatining ziyoratini aldashga tirishganiga o'xshash Xitoymi Uyg'ur va boshqa turk millatlariga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qandaq yushirishga bekpista. Tarix bizga natsistlar Germaniyasiga o'xshash Xitoy irqiy qirg'inchilik tizimining xalqaroliq sotda inkor qilg'ili bo'lmaydigan dalil isbotlar bilan yuzlashmasa, uning irqiy qirg'inchilik qilmishda ochiq oshkor bo'lmaydiganligini va mangu oshkor bo'lmaydiganligini ko'rsatib turdi. Ilgari ma'lum davlatlarning bo'lgan kuzatuvchilar hatto Xitoyning foydasiga tashviqotchilik qiladigan ta'sirotlar bilan qaytib kelgan ahvollar ko'rilgan edi. Çünkü Xitoy komünist istilasidan beri bu jihatda nurg'un tajriba qozondi. Kuzatuvchilarni qandaq aylantirishni, qayerlarni ko'z tutishni, haqiqatni qandaq yoshirishni naytobdan biladi. Shunga Xitoy hukmronligi ostida insonning beshiga kelayotgan zulmlarni faqat shu jamiyatda yashab baqqanlarga eng chunqur tushunadi. Sirtdan bordiganlar cheklik vaqt ichida, cheklik doiradagi faoliyat, harakat imkonlari bilan haqiqiy turda bilalishi, aniqlay olishi mumkin emas. Xitoylar jinoiy izlarining kelgusida echilib qolishining oldini olishga sal qaramganligi oshkordir. Masalan, g'arbliklar Amerika yerliklari qilingan zulm qatlamlarining dalili bo'lib, ba'zi yerlarda ommaviy qabrlarning echilishi, natsist qatlamlarining dalili bo'lib, to'pliq mozorlarning tepilishi Xitoylarga ilhom bo'lgan bo'lishi kerakki, kamplar bilan birlikda jasad ko'ydirish o'choqlarini birga operida qilingancha, tarix uchun bunday insoniy jinoyatlarning faktlarni vaqti-vaqtida yo'q qilinishga sal qaralmagan. Zalimlik tajribasida voyaga yetgan bu zalimlarning naqadar inchiklikligi hur dunyoda yashayotganlar tasavvurini qilolmaydigan darajada. Bugün dünya xalqiga insoniyatga deydiganimiz shuki, ko'z oldinglardagi ozgina manfaat uchun zolimga yantiyoq bo'lishning bedeli bek og'ir bo'lishi mumkin. Agar insonligimiz rost bo'lsa, inson tragediyalarga sayrchi bo'lib qolish nomusdir. Bugün bu zulmlarga to'xtat
deyishga petin almaganlar aytili bu zulmning obyektlarga aylanishi mumkin. Chunki Xitoylarning dunyoga xo'ja bo'lish niyati tug'ilishida mavjud. Haq, adolat tuyg'usini, insonlik xarakterini yo'qotib qo'ygan barliq xalqlarga chaqiriqimiz zalimga tur demek. Zulümge çıkıp koymak her insanın insanlık burcu. Bunu biz için emas, özünglar için mi kılış mecburiyetinler var. İnsan hakları faaliyetçileri, Müslüman qarindoshlar bayanat e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni la'natlash bilan birga musulmonlarni ittifoqlashib birlik bo'lishga, Sharq Turkiston musulmonlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qildi. Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikni bahona qilib, Xitoyning bu vahshiyliklarga sukut qilayotgan va Xitoyning bu vahshiy jinoyatlariga o'rtoqlashayotgan musulmon davlat hukumatlarini bo'libmi Pakistanning pul uchun Sharq Turkiston musulmonlariga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumib, ikki yuzlimchilik qilayotganligini aybladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Abdulahat Nur Apandi mundaq bayonot berdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xonimlar va apandilar. Men ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi zulmga uchrayotgan xalqqa vakolatan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni la'natlash orqali xalqaro jamiyatni 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilayotgan har kimga rahmat aytaman. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan 72 yil mobaynida Xitoy Sharq Turkistonda rayimsizlik bilan mustamlika va irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Jinchuango Sharq Turkistonda huquq tutgan yaqinqi yillar mobaynida oz degandimi 8 million Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarni jazo lagerlariga, turmalarga va emgak lagerlariga qamadi. Yüz minglagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni majburiy emgakka soldi. 10 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning organlarini sug'urib olib, musulmonlarga halol organ sifatida setib o'ldirdi. 850 mingdan ortiq bolalarni oilasidan majburiy ayirib, davlatning yatoqliq maktablari va darul ta'limlariga o'rinlashtirib, assimilyatsiya yurgizib, yerlik Xitoy qilib yetishtiryotdi. 100 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy ayollar Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirilmoqda. 100 mingdan Uyg'ur va boshqa turkiy ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. 3 million 700 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy buvoqlar majburiy ana qo'sqidan operatsiya qilib oldirib etildi. 47 qitim Sharq Turkistonda yadro sinoqi ilib berilib, 750 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik zaharlandi. Buning hammasi irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti 2019-yil 7-oyda Xitoy jallodlarining jinoyati ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sunib, jinoyatchi Xitoy amaldorlarining jinoyatining tekshirilib bartaraf qilinishini talab qildi. Biz xalqarodagi davlatlarni bu xalqaro sudga sunilgan arzimizni qo'llashini umid qilamiz. Avstraliya, Hindiston, Yaponiya, Kanada, Amerika, Angliya qatorliq xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarni Xitoyning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazoga tortilishini talab qilishini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, 21-asrdagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishini, xalqarodagi barliq davlatlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va bu irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishini, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilgan zamin deb e'tirof qilishini, dunyodagi har kimni Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikka qarshi faoliyatlarni qanot yaydirishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish, Sharq Turkiston xalqini hurlikka erishtirishdagi birdan-bir yo'l ekanligini tunib yetishini va Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun yordam berishini talab qilamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.